Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bizda yangi obzorimizda Xudo xolasa 126 yillik Farmnet traktorimizni qisqacha ko'rib chiqamiz. Akalar, bu traktor Farmnet 12 motor modeli S. Ya'ni 126 4 ta ballonni tortadi, 4 portion va S modeli bu varianti injektor bilan jihozlangan, lekin apparaturasi mana bo'sh sistema qo'yilgan. Germantik bo'sh sistema qo'yilgan. Ko'rsating. Traktorimiz o'zi asli germanskiy Deutschland traktoridir. Bu model Xitoy bilan qo'shma vohada ishlab chiqarilgan. Mana Deutschland yozuvlari Germaniyaning Deutschland firmasining bitta ko'rsatuvchi. Bu endi nima desam, buni asosiy joylari Germaniyani zapchastlari qo'yilgan. Faqat Xitoy bilan savdolangan mayda-chuda nima desam bo'ladi. 50% Germaniya, 50% Xitoylik gap bu variantda. Xo'sh, endi traktorning qisqacha oldidan keyin oldin boshlanadi. Mana oldin bitta ko'rsak, traktorimizning oldida toshi bor. 230 kiloda mana bitta toshi bor. Oldi pedal qismidan bitta ko'rsak, italyanskiy karovi pedal qismidan qo'yilgan. bo'ladi. Narigi obzorlarda buni oddiy apparat Farmnetga variantini ko'rgan bo'lsangiz, endi bu injektor unga nisbatan sal o'zgargan joylari bor. Orqasida bor frizer va olib keldik. Simetrli frizer. Orqasi xudo xolasa 2 tonagacha bo'lgan agregatlarni bemalol ko'tarib aylantira oladi va ichi qismidan bitta ko'rsatib o'tgan. Mana. Birkasi. Birkasini bitta ko'rsating. Og'irligi bularda 3 tonna 688 kilovolt. Mana Deutschland. Mana shunday. Traktorimizga keladigan bo'lsak, bu full avtomat bilan jihozlangan bo'ladi. Mana reversivniy korobka, ya'ni oldi, orqa mana muftasini bosmasa ham yengil shift skorga. Bunda farlar o'chib yoqadigan signal mayda-chuda narsalari, bu yoqda kalit joyi. Bularda ham mana quyon toshbaqa o'rtacha tezligi ham bor mana. Skorlarga xudo xolasa yengil tushadi. Bu yoqda 1.4 navisgan tushirib chiqaradigani. Bu silindrlardek mana. Bu yoqda yana boshqa panel bor. Bu yoqda mana shu tormoz. Vom обороты 540 ming oldini qo'shib ajratadigan va mana blokirovka qismi. Tablolarga e'tibor beramiz. Tablolari ham o'rtasida elektronli mana nima muammosi bo'lsa hammasini xudo xolasa to'la to'kis ko'rsatadi mana. Traktorimizda konditsioner, pechka, hamma narsasi bor. Bu yoqda magnitofonlari bor. Orqa purishkalar ochiladi. Eshiklarning silindrlari ham mana katta baho silindrlardan qurilgan. Traktorimizning narxiga keladigan bo'lsak, 450 million so'm hozirgi paytda, ya'ni kelishilgan joylari bor va bo'lib to'lash, leasing xavfi bor, albatta beramiz.